kapılıp Olmasam bu günden ne caradan Şıkalı beni hatırcam kınmaysan kovalan Ben bayana üzülmeydi her xil yenilir Öylese olmasa Kastanlik yok Ha mende Kölüp gitken ete Kanatlansa arzuyum yetsem nişanlarımda Memnun bulup dadam apam hatırcam bolsa Rahmet kızım rahmet Bolsam deymen Yaxşı ülge inilirim var Hem bu bala sizdek oynasa değil mi kızım? Her müşkülden mihir bilen sügüde Güllendirip ecir miktepte Üzülmüşsün Ailemizde Hoşan külkine Bu ailege Karan Eğer bir bala tanqid işi yapsa u, ayıplaşını öğrenip aldı. Eğer razmanlı işi yapsa u, özüne qadrlashni öğrenip aldı. Gapni joyida qilishni biladigan odam kechirim so'rashga majbur bo'lmaydi. Yolning yo'lovchisiz qolgani qo'rqinchli emas, yo'lovchining yo'lsiz qolgani eng qo'rqinchli. Yo'lsiz, nishonsiz odam eng bichora odamdir. Başqalarının ayıb üstüdə toxtamoqchi bo'lganda, oldi bilan o'zingni aybini esingga ol. Baxtning o'lchimi hashamatlik uy, katta mashina, isil zibzinnat, qimmat baholiq kiyim-kechak bo'lmasdan balki oddiy turmush hujayirsiga singdirilgan tatliq kulka va shukr qanoatdir. Şukurlarınızı uğrattınız mı Şadiye? Ne çıp bulamaydılar? Chaqirib pishgan. Oldingiz. Arslan. Başkasına? Hey, yüzünü judo mu ya bana? Judo. Hiçbir jugan telerden yok. Ne judo ona? Ne kadar şan jumapslar? Judo? To'yga akşam jug'andı. Anim bo'lsa. Balam ma kishli bir gunoh o'tkazmagandikin 50 ga shosini saq turgan bo'lsin ju. Kash kirganda bilib bo'lsa. Ha. Ma yetim aqsaqalliq bir narsaga ey, men sana necha qatim dedim, ma qo'shiqni 10 qo'lingda tut deb, har qanday ishni 10 qo'ldan boshlaymiz deb kunda bir qatim dedim balam sizlarga. Ma'qul, mana bu sol bilan ha, ma'qul. Yangi. Ha, e'lon bo'la bilan misol qilib. Bu burun bu ancha-muncha murabbo yo'q. Asal, undan kim bir erinchik dedigan narsani olibdi, bag'asa cho'payishib ketdi, onamasizlar? Bana kılankinde bir saat çık bir saat konmasın da. Ama ben alayım ha? Ya, balma, balını endi gidip deymi? Ya bo'ldingmi shu bo'lsin. Elini bo'lam bilan. Aqshqima bu. Akşik yok. Gap qilmayman. Afkonzlar falan. Sen jix yap ishtik bo'lsa. Bu o'sadigandak emas shumi? Xudo, hozirda bo'lam, cho'qim sizga qilib ketaman. Ha? Bu faqat bo'yasini qachonli qarsam kesib o'tgan ko'takdek o'tirdi bu. Zebber. Zaten öyden çıktı da ben de. Yo'q, o'sha dedi, qo'lni e'lonlab qo'yman. Oppa, gap qildim. Hem uykun azırak uflap da çuqlayla iş yok mu aslan? Amal yo'q. Erteden başlap kurs var sizler. İşçi yani. Nima? Apa? Bizim topshirig'imiz mandat bo'lsa yana kurs qo'ramdi. Ha? Ha? Sen işkay tatilimi şunda uflap, qo'pab, televizor ko'rib bekor o'tkazmoqchiman. Uxlab qopmay bu 20 do'sat mundoq turamdim men.
Saniye. Etkende man naş kıldı. Tapşırıqның, көрісіне кеп нұқым аяқ елан қылама. Шындаймын. Кеп, аз қалып наш қыланла. Ама. Бірәш вақытта. Ес болдыңыз ма? Яқ, ес болмадым шеп. Тәуірім. Мәмі тәтіл оған декен, балам тәтіл оған декен, жұт қойырып келді деген. Олса ойлап декенсіз. Әміз әтіл мағамды? Ой, менің қоламдекен maaş yani bir 5-6 gün gideyim ki. Onun sonra kompüterden ekran yormaydigan болып qapti ekan, biroq lapir paydim ko'rib qoldi. Ha, oy, diqqat qilmabman. Nimda bu ustalning usti kangrob ketdi deyman. Oğlum men yutib ketsam chatqonlamamdim bu oyda. Diqqat qilmabman kallam. Bana yezib bo'lsam, uniki idora bor, boshqa qanday kompyuter bor emasmi? Shuni men ratlab ko'chirib qilib qo'ysam, besib taqtish qilsam qo'layroq bo'lar. Unda sen bir hafta ketadigan shu o'sma balani ta'tillik kursga berib deyjimi? Kursga? Neymiş kanda? Bu hem de hep donkunca bu balla yep uflap televizor görüp ötem da. Onu da Oy, kızga bu ta'til degan shu balani armasin, uflusin, ma charchab ketgan mansini bir aram oldusin deb qo'yib turgan narsa bu. Nima qilamiz bekadimika bu balani yana kurs ko'rib deyman. Yes. O balaning darsi azma ununsizmi? Ha, o deganingiz o'sha, lekin sabaqdashlarning hammasi ham shu ma'likim ko'pincha balaning hammasi kursga berib bo'pti. Atog'in dars boshlasa yana sinfning orqada siz bizga yaxshi olmasmi Muzaffar? Undan qanchalik o'rgansa berib tursin ekan. Qarang, bu kichik bola degan asli qonuniyatida bu kichik bolalarning shu. Ash o'ynab turib, uningdan kim cho'ng bo'ladigan bolalar bu. Uning boshqalarning bolalari kurs ko'ribdi deb biz ham o'g'lini do'rab kurs qilib berganning nima foydasi? Undan bu emas. Mush o'yin bilan bolaninki aqli qobiliyat ochadigan ish tursa bu. Siz unday degan bilan Muzaffar Shodiyago o'zining o'rganish yaxshi, gap anglaydi, joyida. Hammada oldida menvatdi, men ishga balni bilasiz, kapsiz birsidan birsi. Aran kelgan bir ta'tildan kurs qilib berdi, o'tib bichorlar minsiga quyaveramdiq bu ilm bilimni. Nayt atdigin 2 soatda bordik emaydi, bilsizmi? Yaxshi, shunda bo'lsa azroq bir qalsal aram oldirib olsinchi. Undagi kech bir gaplar bek kursga apag'ingiz kelib ketib siz o'qituvchi bo'lgan degan, ash kursning pulini sizga bersak, siz dastlab bersangiz bo'lmamdi. Muzaffar, sizga bir gap qilg'im bo'lmaydi, xudi. Maktabdagilar o'ylashib ta'til qo'yib berdi-ku. Bu bolalar charchaydi. Bu kalla ancha-muncha aram olsa, ma kallaning bir ancha-muncha bir bo'shliq paydo bo'lsa, kallada uningdan keyin o'rgansa, kallaga tushadi. Shu qaloq ideyingiz qachon bo'lishlar? Ay, siz bek ilg'ar. Shu kichik o'g'lingizning ismini ilg'ar emasmi, o'zingiz qo'ygan. Assalomu alaykum. Muzaffar dada. Saniya apa? Voy. Assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz? Yaxshi bo'lib deysizmi? Undan turamsiz, ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi. Shukurlarim Shadiyadan yaxshi turaman. Yaxshi bolam. Ekran. Men Muzaffar dadam. Muzaffar dadam. Ha, ma'qul. Allah bolam. Siz kilevermeyin, nimishqa bunat ko'tirib jurgansiz. Yo'q, qo'lim uni de. Allayamsa, rahmat. Muzaffar? Ha? Kiran. Ma'qul. Ama Qaysarjon ketdim. Ha. Voy, kiran bo'lam. Assalomu alaykum Muzaffar dada. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kiran bo'lam. Ha, o'zingiz yaxshi turibsiz? Ha, yaxshi turibman. Ha, o'zgalarcha yaxshi turibman-da? Ha, yaxshi turibdi. Cho'nglab ketibsiz birdan-da. Shu bugun xili bekor ovqat ekanman to'q, shunlashqa Saniya opamni sizni bir yo'qlab kelay deb kelishimdi. Rahmat bo'lam, rahmat. O'zingiz ta'til qilib kelganmi? Ha, ta'til qilib kelgandim. Bizning qo'roning oldiga bir kompyuter mulozima shirkati yechib ekan to'q. Shunlar shu yerda ishlagach, ozroq bir bilim olay deb boshladi ishlab qolgandim. Yaxshi bo'pti, bolam, yaxshi bo'pti. Ha, o'g'il bola degan bekor yursa bo'lmaydi-ku. Shunda tirishib turgan yaxshi. Rahmat. Shunda bo'lganda odam haqni oldida xarob qolmaydi bolam. Qarang Muzaffar. O Qaysarjon quruq kelmay meyu ko'tarib kelibdi. Allah, ma balni qilib shu geçti. Bolam bu kelaversin o zaman bu o'zingizning o'yi tursa doim bir narsa ko'tarib kelgansiz siz.
Apınız yaxşıdır bular? Yaxşı. Boptu sizlar men mevini yegach paranısыңlar. Ma'qul. Ha, qani elinga bo'laman. Muzaffarda Ha? bir narsa yozayotgan etingiz. Ha, men bir ssenariy batı shuni bitirib deb. Mana hech kun oldida kompyuterimning ekrani yonmaydigan bo'lib qilib, remote qilib bergan. Ha. Onu saqlab o'tag'ichi deb, birimi qo'limda yozgandan keyin hozir men yozib bitirib deb qo'ygandim. Ha. Amsi manda qilamdiq ya Muzaffarda. Ma yozib bo'lgan asarlaringizni menga bersangiz, men shu men ishlayotgan shirkatimizda uriblam sizga akab beraymi ya. Ha, yo'q bo'lam, yo'q, sizdan avar qilmay. Voy yoqay. Ya bo'ldi, men bizning idora kompyuter bor. Shu yerda o'zim urib chiqarib olsam bo'ldi buni. Voy avar bo'g'dak ish yo'q Muzaffarda. Bo'lmasa menga beringa, uning ustiga aldirashchilik ishimizmi yo'q. Yaxshi bo'lsin bolam bu. Xizmatingizga ta'sir qo'lar? Yo'q, ta'sir bo'lmaydi. Ras ta'sir bo'lmasmi? Ras ta'sir bo'lmaydi. Maylamsi, mening kimsi? Men yuz bo'lgan yerini beray bo'lam. Ha, qog'inni men yuz bo'lib qog'inni o'zim bitirtaman. Ma'qul. Emsi bo'lam, mening varaqlar tushib qolmasin-chimi? Bo'ldi. Chingroq saqlang. Ma'qul. Barmoq diskiga ko'chirib keltirasiz, ha? Bo'ldi, ma'qul. Fukam o'zim bir o'ylab baqa. Biz mush ta'til oldi deb qo'shilib o'tasak. Opam endi ko'rishdaydi-ku. Voy shundigina aka. Bu opam bizning o'rnimizga bir o'qab baqqan bo'lsa biladi. Shundigina fukam. Bu opam ma'lum bo'lgandan keyin o'quvchilarning ko'nglini tushasiz bo'ldi amniyatda. Aka. Ha? Tushunmadim. Biz o'quvchilarning ko'ngli faqat tushunmadim. Bizning babımda valla. Bu apsimiş kurut çizimlap koydu. Kilemesin başlanganda yanımda o kildi. Nimpergi var bağlandı. Shundigina aka. Undan ko'ra, Ha. mushu bizni kurus qapirmi demak, cho'ng opam bilan cho'ng dadamni yana qapirib qo'ysa, rasa bir narsani o'g'irib keldik. Belki chiqdinglar atdiq. Fukam Alloh yaxshi gap qilding deymi fukam? Shundigina aka. Biz bir amal topsak bo'pti. To'g'ri. İlgar. Ha? Men amal topdim. Nima amal? Konpet. Hakle. Akila aka, ma amal bo'lgan emasmi? Bo'pti. Opamni yuzini qilib qo'yaylik. To'g'ri. Bir qitim bo'lsin, aki parasib qolsa. To'g'ri. Ha? Endi pistadi işte. Qollarım ağrıp ketdi. Oyna. Apa çıktınızmı? Eshitdingizmi opa? Yigitlar keldinglarmi? Biz hazır keldik. Ha, qandaroq? Ha, yaxshi. Bek baland. Opa, Ha? siz bek yaxshimi? Nima bo'ldi? O'tiring opa, men. Ha? Siz bek yaxshimi opa? Nima bo'ldi? Rahmat sizga. Ha, nima bo'ldi? Mushkur. Biz bek amroq olib qoldik deymi? Bek baland jinim opa. Bek yaxshi kurus. Men bizdan ma'lum bek yaxshi o'tgan darsni. Shmalning darsini anglab. Oshmalim nimsi shuni xiyol qilib olib ketdim men. Allomat yaxshi ma'lum kavu. Rahmat opa sizga. Bek rahmat. Ha, bo'pti. Sizlarga yorgan bo'lsa yaxshi bo'pti. Azroq unim bo'yotamdi. Ha, unim bo'yotir opa. Biz mana dars anglab, tanaffus bo'lsa-mu unutib qo'yapmiz. Mapochine. Unda chiqib bek yaxshi o'tgan opa chiqib. Ha, bo'pti balam. Ataytdim bag'andikan. Sta unim bo'lsin. To'g'ri deyma. Harof amalim bag'u. Hamma fanni bizga o'tib deyma. Hammasini qo'shib berdi? Hamma darsimda o'tib bizga. Shunda yaxshi aqalimiz bek ishlab ketib bordaymizni. Matematika, hanzu tili, adabiyotni asos qilib takror qilib birang degandim nima? Shu siz degan ashpallardan davatimi? Shu siz deganlar uch pandan takror qilib berdi. Ha, bo'pti. Kesh ta'tilda o'ynab yurgandim bolam, usta. Nima 2 soat kunda berib qo'ysanglar, o'qish boshlaganda darsni qizlanmaysizlar. Bolalarni orqada qolmaysizlar. Bak to'g'ri jinim opa, ikkilan qo'lingizni bir tutib. Bak yaxshi. Men sizga
Biz var pakazıl teneffüs kılgımız yok ayada. Malım tık, yalnız azırak ütep birine cenim malım dep kettik. Malım bizgim amrak, biz malım amrak deymen. Allah, senin mi ağzından şunçilik gap çıkıdı ki Arslan? Şunun qarğanda ras yaxşı ötüp əgidək. Rahmet yaxşı dedik ya malım. Rahmet, sıkılıp rahmet. Ha, boptu. Ben diyen, bek belengendim. Sizgo izchil yaxshi o'rganyapsiz balam. Shunda mag'rurlanmay, texim tirishsangiz, kelgisiz. Texim parlaq. O'zingiz o'ylagan cho'ng-cho'ng ishlarni qila olasiz. Sizmi shu? Hamda siz bek aqlliq bo'lmasmish uyda. Ha, to'g'ri. Nima turishyapman go? Apa? Ha? Ne aqlliq? Voy, sen texim aqlliq, o'maq qozam, sen texim aqlliq. Akam kapsiz olgan bilib bumi aqlliq. Ha, to'g'ri. Men cho'g'an buni texim aqlliq. Ha, yaxshi bo'pti balam, yaxshi bo'pti. Amsa, nim tamoq yeyolmayman, men bir o'qishtirib itib beray. Ras balam. Ma ta'tilda uydan sirga chiqmay zerikib qolmagansiz? Yo'q, zerikmadim. Shu do'stlarim bilan ko'rishib, ondan keyin ta'tilga topshiriqlarimni ishlab, undan keyin yangi kitoblarni olgandim. Mana shu kitoblarni o'qib. Bo'libdi. Topshiriqlaringiz shu tugab qoldimi? Tex tugmadi, lekin az qoldi. Balziraq ishlab tugdim, ha? Apos qanday bo'lam? Opamma uyga lozimliq narsalarni olg'ash, aşkısına kursuq bir berib baqay, yaxshi o'qiyotmamda o'qiyotmamda deb ashaketdi. Ha, bo'libdi. Men ama qo'limda 3-4 kunlik ish qoldi bo'lam. Shu tugsa, onun degan uskunlaringizni elib, vujud ko'rib bir aylantirib beklaymi deyman, ha? Ashtama? Nimda yaxshi. Apangiz bilan deshib qo'ydim. Şimdi qo'limdagi ishni tugitiblar, uni degan berib, kallanglim bir ichilib qola. Da bir cho'kitib beklay, ha? Maqalachi beyti, dada bek yaxshi. Hey, Nihar, Arslan, nima bo'ldingizlar? Voy. Apa? Hep to'xtab turish. Nima bu? Bu ishni qo'llab ketdik desam, ashkisi asli issiq qo'llab ketgan ba? Podini oldingizlar olgan podishdek nima qilqanda ashkisi qo'llab? Ma ishkisini pochiqini chekib atmaydigan bo'lsam mana. Hep Arslan, hep. Mana qilib pochiqini chaqsangizmi, chiqing avval o'tirilib, unga chaqmamsiz kelaman. O'pkingizni besilib, uni gap qilgan nima ish bo'ldi? Voy nima ish bo'ldi, Muzaffar, voy nima ish bo'ldi? Uf, voy mingam. Ma ishki bolangizni ko'rdingizmi? Mening ishki bolamni bor? Ko'rdim, bayatın ishkisi borandek deb yugurib ketdi. Kendin siz quyindek kirdingiz. Undan keyin men bu yerda o'qishda yolg'iz o'tirdim. Ma ishki bola bilan men bugun tuzuk hisoblashmasam bo'lmadi, Muzaffar. Hisoblashmasam? Ha. Hisoblashsanglar bir chiyangni ish bilib, undan keyin hisoblashinglar, bo'lmasa hisobotdan chataq chiqmasin. Voy chaq qilmang. Voy zat nima ish bo'lganda? Nima ish bo'ldi? Ma ishki bola kursiga borgan kunning ertasidan boshlab Siz qilaveram bilan, ha. Uyda apam tekrar qilib beradigan bo'ldi, biz kursiga kelmaydigan bo'ldik deb kelmabdi. Ma uydan chiqayotganda kunda kursiga bordik, keldik deb bizni aldab yuribdi. Bir qitimli bir hozir kelgichi? Bosh vaqt bormabdimi? Bormabdi. Ma merdagi bolalar bilan talab top o'ynabdi. Ma balaning qipshiga ishini deyman. Hozir kelsam bir atlik top o'ynatmamda merde. Shu yerdan surib to'qay qilib akirdim deyman. Bo'pti, hech qisi yo'q hamda. Balla o'zi xohlamagan ishga majburlasak mana shunda oqibat chiqdi. Çay. Ya bo'lsa, Arslan bilan Ilg'arni tam paralchi olan cho'ngiga borgan necha kun bo'ldi. Mening tek achchig'im yetmadi. Ma ishkisini va ta'til jarayonida eligo cho'ng ekan, ma darvozani oldig'im chiqarmayman men. Pek to'g'ri o'ylabsiz. Bosh yo'qning yo'g'aroq sanduqdan birini yasab. Aş ko'na shadaqulutdan birini pulaplab, ikkisiga shu cho'ngroq, kichikroq to'shikdan birini ichib berib, ashadin tamoq sungitib berib baqila. Qanda? Bo'lsa, Arslan bilan Ilg'arni ta'til jarayonida eligo cho'ng ekan, ma darvozani oldig'im chiqarmayman men.
Müzeffar. Ha? Ya Allah, o'smirligimiz ajabmi kuchli sizdan. Chaqirma. Ya, Ha, bo'ldi yopa yaqinda. mağlay. Manslar, özür dilerim. Unda biz mağduqa, Arslan Emg'a tishon chiqmanglar. Tünügün noz qilgan gapga 15 bo'lsin chiqmas talaga. Chiqishdan birdan 5 olgandan keyin chiqib qolarmi ya? Ma'qul. Dada. Apa? Dado. Mana bu uy bizga o'ngchi qoldi emasmi? Endi yashaymiz. Şeyimiz değil mi? Kino o'qiya? Ha? Kino o'qiya? Aka. Ha? Qaysini o'qisak olar? Elik opam o'chirayotgan kinoni ko'ramiz. Ha. Elik o'chirayotgan kinoni oyig'ini. Ha. Asa aka. Baqla jinim aka, unda asma hazırlık qo'y. Fikam. Hop. Akida hazır qilib, sen bir mehmon qilib turibdi. Maqo, unda asma men seni bir mehmon qilay. Men televizor qo'yib beray. Mana akamni o'ldida xotirjam bir cho'ng-cho'ngigina. Maqul aka. Ondan barda bir bek qolaysan. To'g'ri. Mana aka, mana. Ufka. Aka. Uca. Akapsa. Ufka mana ye. Voy. Voy. Aka. Ha? Lekin rastgam desam ba'g'u. Tunigimish opam bizni ajab qo'g'lab ketdi. Shundagina Ufka. Mush opam bizni to'p o'ynagan yerimiz qanday Ufkan deyman. Qara aka. Mush opam agar ma'lum bo'lib qolsa, cho'qim saqchi bo'ladi. Razvedtik. To'g'ri. 007. Ya 008. Ufka. Uni deymiz, buni deymiz qara. Mush yaptida. Biz mush sirt qonidek o'ynayoldik degina. Xotirjamligina aka. Baqla aka. Rost deysa aka. Mush buratida. Biz rosash qongidek o'ynab oldik a. Voy. Ufka. Qolgan kunlarda azirman. Yana necha kun opamni oldida bezri turib olamiz. Angacha madadanning ishlarimi bitdi. Biz angacha yurtga boramiz. Yurtga berib 15-20 kungacha o'ynaymiz. Shuning bilan bir ta'tilmi? Eslam, bir tugmamdi Ufka. Mana aka, sening aqlliqing. Ha? Uya oynasa, rasmiy sendek oynasa mana. Albatta Ufka, men seni akang emasman. Ha. Aka. Bu opam qaytib kelmagandi. Yo'q Ufka. Bu akam, ya opam uyga kirsa qo'ng'iroqni bosmaydi. Ufka. O'shartu. Men chiqib ishga Ma'qul. İlgar. Ha? Qarında kim gapdi? Qaysi kim gapdi? Voy, aka, kira. Kira. O'tir aka. Aka. Ha? Qaysi mal sen uchirib keldi? Aka. Malni pishib beraymi sana? Yo'q, Ufkan bo'ldi. Pishma. Bu Muzaffar dadamlar uyda yo'qmi? Ya shu ikkimiz bor. Ha, opam odam shu cho'nglarni yo'qlab ketganda. Shu o'z ishimiz bilan bor. To'g'ri. Manda bir ish bilan kelgandim Ufkan. Ha, aka. Men Muzaffar dadam menga o'ziniki yozgan qo'l yozmasini kompyuterga kirgizib berishni aytgan emasmi? Shuning bilan mushni bir urib kirgizib bo'lgandan berib yetay deb kelgandim. Unda bo'lsa mushning ichida Ufkan Muzaffar dadamga sog' salomat yetkazib berganimsa. Ha, ma'qul aka, ansirmagina. Xo'p, aka. Ish qilib qara. Menga topshirsan xotirjam bo'lsa. Mush bir narsa meni yoshqim kirsa, hargiz yutmaydi. Xotirjam bo'la. Unda ostiq yaxshi. Amsi men mangay. Yana boshqa ishlarim bor deb kech kelamajma. Aka, birdan o'tasan bo'ldi. Ya bo'ldi. Keyinchi men yana boshqa kuni kelaman. Amsi
Yaxshi o'ynab o'tirib turinglar qam, ha? Amsi meni ma'qul. ma'qul. Xo'sh bo'ldi. Yo'q, o'tira qol bo'ldi ukam. Voy. Keling yaxshi. Odamlar bo'lmasga. Shu. İlgar. Bu kinoning mo 5 minut geri qapti qarab. Ta'tilni bunda pika o'tkazsak bo'lmaydi qara. Shunlashqa. Birdan chiqib o'ynab ko'randoq. Aka, opam da bilib qolsa, agar kelib qolsam nima qilmaysiz? Kam. Dikkin kiramiz. Bo'ldi unda aka. Mana. Bo'pti. Ma chunki. Ma yana tutibsan. Maafka. Bula. Benden nima qildi? Fukum chiqib yaqin bug'na. Kurus qilmay opamni ranjitib qo'ydik. Shu endi bitta odamni bo'lsin, bir ranjitmay tursak bo'ldi-ya. To'g'ri. Fukum, endi qanday qilamiz? Yaxshiroq o'ylab baqa, nima qo'yding jinim aka? Ilg'or. Ha? Qaysarkam barmoq tizgini men baydimi? Bagan, sog'an. Rost baydimi? Ha? Sen tıkı ilqi diskini sog'an yanchug'unga. Nega tushirib qo'ygandim, Fukum? Shundigina. Yaxshiroq o'ylab baqa jinim aka. Fukum. Ha? Ilqi biz top o'yinga yana tushirib qo'ygan. Bu yerdan qanday topmaymiz? Qanday topamiz, Fukum? Bir amal topsak bo'ldi. Tutamlarni desak. Amman xon sen shu. Chash yutirib qo'yib. Ammo qanday qilamiz? Amal topa. Amal topdi. Nima amal? Arasida tuniga Qaysar akam kelibdi-ku. Qaysar akam. Ilqi snaringizni biz tayyor qilib qopdi. Ilqi qo'l yozmangizni ilqi ustunda suqib qopdi. Andan keyin
Erki ssenariyingizni biz tayqib qo'ydik kompyuterga. Ko'chirib. Ssenariyani kompyuterning ichiga ko'chirib qo'ydimi? Ha, qaysar kim ko'chirib qo'ydi? Qaysar kim ko'chirib qo'ydi? Kompyuterni saychpadan. Men aytmadi. Men bu Qaysarjonga barmoq diskidan birini bergandim-a? Barmoq diskimi? Balki bu bichar barmoq diskini yuztirib qo'yib, mendan xijillab kompyuterga ssenariyani ko'chirib qo'yib ketibdi-da. Shu. Onchalar xijilolmasin bo'libdi. Amaliyotda o barmoq diskining ichida hech qancha muhim materialim yo'qdi. Jep yaxshi. Nima ishlar bir-birini saytishib? İşte qomda. Men qarasam, apangninki ochiqda yong'andek emas. Endi chiq tegmanglar, ha? Bilamda? Sen cho'ng bo'lgandan ufqonga sal o'lgol bo'lam. Qachonlar qarasa ish topadigan o'lgolmay, bunda bir yaxshi tarafdimi o'lgolashni o'rgan, ha? To'g'ri. Bek to'g'ri. Akşam baldoqlagan bo'qaytinglar? Baldoqildi? Baldoqlaganda qilib turibsizlar. Nima ko'zinglarni toshqanda ko'zda qip-qizlab ketdi? Baldoqlagan odamni ko'z ochsa olamda? Unda emasdi. Shundami? Mencha bilmabman. Men akaning ko'ziga bir qarab baqa, go'rdan chiqqan o'ligidek ko'p qopti. Ko'zlari o'tirishib ishi kirib. Tushib qolgan o'xshaydi. Gap anani bilaman-da. Assalomu alaykum. Voy. Alaykum assalom, keling bolam. Qanday ahvolingiz? Keling. Yaxshimi akam? Yaxshimi akam? Yaxshimi. Qanday yaxshidingizmi? Ha, yaxshi turibdi. Shu Muzaffarda menda bir ish bilan kelgandim. Tunigun sizning yozgan ssenariyingiz bilan barmoq diskingizni akab beray deb kelsam, uyda Arslan bilan ilg'ash qilib ekandim. Shuning bilan mushlar havola qilib qo'yib ketgandim. Keyin shirkatimizga berib qarasam, men sizning barmoq diskingizga ssenariyani ko'chirib berdim deb quruq hujjatni ko'chirib beribdim. Quruq hujjatni? Ha. Tunigun siz ssenariyani kompyuterimga ko'chirib qo'yib ketmaganmi? Yo'q. Barmoq diskini siz akapaganmi? Ha, kelsam Arslan bilan ilg'arish qilib ekandim. Mushikisiz sog'-salomat odamlarning qo'liga yetkazib beringlar deb havola qilib qo'yib ketgandim. Barmoq diskini berganmi? Barmoq diskini bergandim. Shuning bilan shirkatga kirib qarsam, u ssenariy boshqa hujjatning ichida turdi. Shuning bilan pek sajjilikda Muzaffarda mani ssenariyaringizni barmoq diskiga qachilab kelgandim. Avarobsiz bolam. Ma bu qaramashkisi Akadonu balama aynekli, ha? Baş öyle oynamağla sanırmamış aynekli tutar, bir sak aynekli koy. Ha, pütü atı apanın, ha? Siz tepediniz akşam, apağınız tepti, ağaçınız tepti, ikisi başlıkla yağlıdan, ha? Baş kımdayı belemeden yok, eyle alalım. Böyle sütü yapken mi? Öksüge bağlığa bak, aynekli sarmapsın, ha? Muzaffar. Süt uzulup qapti axşam, ha? Qız bo'lgan. Haydimi chiroyli ekan. Ha, shu. O'zim chiroyli o'xshaydi. Yo'qda. Lekin ancha aniq emas-ku. Unda Yo'qda. Haydining yuzda 100 qo'yib qo'yay-ya. aka, 9 numar qo'shib beray. Sening uzug'ini qilib 109 qo'yay. Mendek yaxshi muolini ko'rganmisan? Jimtu deyman. Ma'qul. Ma'qulmi? Hamma narsa joyiga kelgan. Ha? Dada! Sen to'kildi. Ne bo'ldi? Allah. Resim. Resim?
kapılıp Olmasam bu günden ne cəret İşqalı beni hatırcam kınmaysan qobalam. Mən bayədə üzülməydi hər xil yenilir Böylese olmasa. Təsəllik yox məndə Kölüp git gene. Kanatlansa arzuyum yetsem nişanlarımda Memnun bulup dadam apam hatırcam bolsa Rahmet kızım, rahmet. Bolsam deymen Yaxşı ülge inilirim var Hem bu bala sizdek oynasa değme kızım. Derviş bilen mihir bilen sügüde Güllendirip ecir mihnette Üzülmüşsün ahilimizin hoşa gülkine Bu ailige Karam Acha. Neymiş kotslar? İşte kırışını bilmek gözler cuma. Acha. Bu çay tuqqaca özü anlamapsan Ha shu. Sana deydigan bir mühim gap bor Ne mühim gap? Shil o'yim gap. Pul sormanglar cuma men de pul yo'q. Yo. Ayoq puldimi mühim gap Ati mumkin. Atshamda? Voy Voy yo'q. Yana o'ylab baqa Aslab qa. Ati mumkin. Sizning tug'ilgan kun emas-ku? Voy xotin. Voy yo'q Shil bir xotin kun. Ati mumkin. Bilamedim. Acha, uchimizim chiqarayotgan shikarim ikki cho'ng odam qolib qoldi. eski cho'ng odamning bir xotir kuni nima xotir kun Dadam, apam. Dadam apamning to'y xotirasi. balle Bunisilar qanday bildinglar? Akam top tepayotganda resim tushirayotgan. Uni eshikimiz ostimizda esib qo'yg'ash. Resimni oxir qolsak, opam bilan dadamning to'y xotir kuni yig'liq turdi. Uniki sang deyishimiz. Ati bir ish qilib, opdonlarimizni bir to'yqisiz qo'sh qilayotimiz. Tuyuqsiz. Ha. Ne amal topdim? hadi nigina İlgar. İlgar. Qo'pa. Tünek esini bordi? Nima? Tünek ishchi. Bular qo'pa. Nim bo'ldi? Azroq uxlaychi. Qo'pa. Qo'pmayman, uxlayman. Qo'pa. Endi qo'pasa? Mana, qo'pa. Yana bir atim jima qopmasang. Bular. Atdiganda o'tib qo'yib odamni. Tüniga deyishib qo'ygan ishni unutib qoldingmi hamsa? Kim unutib qolibdi? Mana hamsa. Qo'pa. Bular.
şampuandan ben size üstelik. Bu da. Şunu ne kullandı? Ben baksam ka. Üstüne olaya çok yakınmay bu da. Sen uyatmış kullandı. Adamlar ne? Üstelik size bu da. Boşuna oldu. Çiçek attın mı? Sen üstüne tüy attın mı? Burayı çalıştırıyor. Hop geldi. Niye gemiye gidiyorsun? Bu ne? Ma balaның қыға ішіне. Tura. Endi bu ko'zinglar jangal жүрген toshqanda qip qizilib ketdi. Ақшам мен шығарып өтіп, yani yotqanның içeri telefon oynaptık da balam, Ma qaram. Ma ko'zi qaramaninki. Tashqilan odamlar deb kutib buni ko'zlari. Balam ma telefonni az o'ynaymiz, ma. Ma ko'zinglik ziyonliq unda qilmanglar. Ma qaram. Ma ko'zinglar balam aynakni, ha? O'sha uyda o'ynamanglar, bo'lmaymish. Aynakdan bir saq aynak yo'q mana. Buzqunmidi? Kim qildi? To'p qildi. Ha, putuva to'paning, ha? Siz tepediniz akşammış, apanız tepdemiş, ağacınız tepde, ikiz başlık ayarlılar, ha? Aşkınlık belen neden yok, elanı bulam. Elanla. Böyle sütü yaptık ama. Ha, öküzüge bağlağılık ineki sağmapsıl da bugün. Muzaffer. Süt buzulup kaptı akşam, ha? Ya ben o özüm içmeyemem. Ma ballı olsun çok kuvvetli kimse olmaydı. Karamana çırayına. Ya nampayda kılmagan bununla. Kaçalı karıza çapan şalda görünüp edemle gözüge. A gözü anam. Kötü olma gözüne piyaldek durdu. Pırçak kapındığına gözlek. A gözü nek şaban. Açtırın indak böyle de bilmezse. Demeydiğen gipiniz yok ki. Nakam öyden çıktı depemde. Ala kuvvetli ki. Ma oğa oladigan bolam naştını etigen obdan kıldırgan cuma. Ma naştsız yüksek olmaydı o. Ma çoğunluğun bir gibi var çoğu. Eğer öyden nam bulmasa tamının kakılını olsa da ilip ağzı silibetkilik deydigan. Etigende naştını kuvvetli kılımız. Ama çüştür tamakın toyğudek yemez. Keşte azrak yesek mi bunu da. Ten salamet oludu. Ala. Elgansız mutlamayı. Sen ala. Anı çeçide bir yasırtınlar ne mi var? Tutanıkım çıpıda gemdir bunun. Maqul. Çaşının gibi çıksıl tam bunun beşi ağırıp gititken o. Oğa valdıgan ama çaşırımda kulakları çıkıp durmamdı o.
O'g'abilgimda o'g'abilda ko'rish kerak. Ilg'or. Bugun ajab bir narsa pastya kamshkimizda. Shundagina aka. Bugun kitob pilolarimizning hammasi. Aka. Ha. Qanday qilamiz? Shu. Yarasukam. Biz bir amal tepib, mush uydan chiqmay opdadimizning bir ish qilib qo'sh qo'ytamdiq ya. Ha, ana ssenariy söyle. Ssenariy? Ha? Fikam. Men hozir qadar maqolam yozamasam, ssenariy deb ketib turaman bola. Baya maqolam yozamiz. Oynaychi. Aka. Ha? Maqet qaraqdan izlasa. Ya? Mushu apamning. Fikam. O? Amal tutdim. Nima bor? Uyda kim eng jabaliq? Apam. To'g'ri. Onunla uluq. Shunlashqa men opamga yordamlashib bu topshiriqlarni tekshirib beraman. Tushundingmi? Sen ma'lum qo'shimsan. Ilg'ar. O'xshadimmi? Faqat o'xshamading. Ilg'ar. Dadamga o'xshading. Mana. Mavag'o. Muzaffar apamning o'rnida Soniya muallimga yordam qilaman. Bo'lmasmikan? Mana xet nimadas xet. Shundigina aka. Bunga 5 qo'yay desam, 5 tuam o'kitdi. 30 qo'yib qo'yay. 30 qo'yay. Aka. Bunun orqada qizil xat borki, bizim yozib qo'yamdiq ya. Jek yaxshi, men xat yozaychi. Ha. Xudo. Xat satugan kim? Fikam. Xatan nimadas xetdo? O'zim mashta set o'xshaydigan. O'chirdi. Xatan besatganda besib qo'ydim. Bo'ptimi? Bo'pti. Endi men tekshir. Men ma'lum bo'ldim. İşte yazmabdi bu. Shundigina aka. Buni o'yimda to'xtamdi. Sizga tuxum bergan bo'lay. Bekorlik tuxum deb qo'yay. Oxirida ota-ona qanday o'rgatdiysan qanday qo'yib qo'y. Oy. Sizga azaraq bergan bo'lay. Maktab borgandim, pulini beringlar. Voh. Ma qismatga. Xaydim chiroyliqga. Ya shu. O'zim chiroyli o'xshaydi. Bo'pti. Lekin ancha aqlli emasga. Bo'pti. Xaydining yuzda 100 qo'yib qo'yay. Aka, 9 numar qo'shib bera. Sening uzug'ini qilib 109 qo'yib qo'yay. Mendek yaxshi muallimni ko'rganmisan? Jimtu deyma. Bola akiraman. Bunun qancha numar berayli? 60. Sening dadang nelik? Döt, qabaq, vash. Yer qaldim. Aka, Twitter qilib qopti. Maqolim yo'q. Eshitib yozmabdi bu. 4 tal xat yozib qo'yibdi-ku. Shundigina. Yaxshimisiz dexe? Men yaxshi, siz-chi? İşiniz var mı? Kahve içip gelendik. 60 bo'pti. Akam. Hammasini nol qo'yamiz a? Mata. Bo'pti. Oxirida bir poqaya. Opamning o'quvchilarida düştü. Maktab bir uraymi mani? Bo'ldi aka, o'zing bolati bo'ldi.
Manda dürtni men kömürtkenme ey. Mağlağı yukarı koysam boptike. Dep işim ağır diyeyim Allah'a. Bunun önüne koyalım. Nol bir. Sizdek dört balını men ömrümde kömürtkenme. Ey, işim ağır burada. Ey. Oldu. Ağır teşkil oldum. Ey, apam resmi içim ağır cuma. Benim cuma. Yeni bağımda. Yok gen. Yok mu ki? Emse aramıyor olaylı. Birden aramıyor olaylı. Of, bayım. Hadi ama. Tiki. Arslancan aga. Tiki. Arslancan aga. Oh, İlgarcan. Ufkam. Arslancan aga. Kaçır. Ne bu? Dadam opamlar neymiş kıytıptı? Dadam de hazır kütüphane kirgekenti. Apam aşkanda kaçıkçılan jüvatıdı. Әттеген кішінің оңлап қыламапсызлар. Мен қылай түсем, ой, оғала қыз бәк қош болып кетеді деп. Мына қаншыңла. Ama şu kütülmeyenden onsuzluk izber yattı. Aca. Ha? Biz yok kıra. İkinci plan tümsel kalmaptı. İkinci plan? İkinci plan. Kanda plan bu? Hey, мында қылам да. Dinle yine. Мен келіңлар. Bu amal bulduk ya. Ha boldu ki. Ondan sonra herkes bunu başlayalım. Қапала. Aca. Minaylıqay xazinamdaki pulla azraq azıya qattık ya. Сенің қачан бір хазинаңды пұл жиық тұрып баққан. Бопты. Qıdıq ayırın edip yaxşı ki. Егін olsam boğudak. Ya öğrenmişim hadi. Çok bura. Gelse al bersen oldu yani çıkanlıkını. Ulan olarak bura. Ben de harcadığım pul vereyim ki dedim. Hocam, mağama iştек çıkan. Baksana. İştек qaytып келіңлар. Ha buldu. Aca. Yeme. Tatlıkken tavşan şey yapalım. Aca. Ya bu tortunu o ip bulduk lekin endi qanday qilamiz? Aka. Ha? Aca. Ondan sonra bu tortu bu yüzden tak ya. Ey, bunu da apama alğan tutsaq sayıversen qanday oldu? Ha? Aslında bunu. Hey, тоқтаңлар. Dadam kütüpxanda o. Ha. Apa topçuluk teşkilatıdır. Әмсі мұнда қылайлы. Біріміз тәс күчіп, апамны kütüpxanға чақырып кірелі. Оныңдекі ішкіміз тортына кіріп, dadam апамны tuyuqsuz bir xoş qıytam da. Ari. Ey mudda. Acamның aqlana tədbirlərə min təsənna. Hə, aca, sən çox qara. Apamını çağırıb çıx. Maşkimiz tortunu apırıb bir xoş götəyli. Hə, maqul. Əmsə mən apamını çağırıb boğandan keyin birini yutilitməslə iştik düşünlər. Xo'p, başlab. Astaqlaylı ya. Hə, astaqlaylı. Mən tort alay. Aka. Vallahi mən lam alayçı. Çansda.
Nima? Hey, opam chiqdi, qanaqa qilyapsiz? Opam chiqibdi. Hey, to'xta. Hey, nima qilaysan? Ishni keyinga to'l, ishtik bilan. Mashikacha ya. Shariya. Apa? Nima bo'ldi? Voy, nima ish bu? Voy, mana qil. Nima qiliq bu Shariya? Ya apa, buni men do'stimning tug'ilgan kuniga olgandim. Qo'ya. Voy, qizim. Do'stingizning tug'ilgan kuni bo'lsa, buni elib nima ish qilyapsiz pulni buzib? Uyga chaqirsangiz, o'xshab necha xil tamoq etib bersam, yeyapmish, uyda o'ynasang bo'lmamda. Bunday qila. Men siz yeb qo'ying men. Atdiganki bir obdashni buzdinglar mana. Ham qanaqa qilmaymiz? Acha, dadamning mashinasi shunday-ku. Dadam bilan opam biz uchun jappaliq ishlab ketadi. Bek yerib ketadi. Shunlashqa. Ha, rasman amal topdim. Nima? Dabaqa. Bir so'z tushib, dadamning mashinasini aytib beraylik. Ishkalan tushib, dadam bilan opamning badanini ulab qo'yaylik. Bu amal bo'ldi, gap ketmaydiganqa. Ey, sen ham kallan ishlaydigan vaqt bo'ldi juma. Albatta. Bu amalg'u bo'ldik-ya. Lekin sizlarningcha bek oddiy emasmi? Acha, sap ko'ngil, sap oltindimi qimmat. Dadam ssenariy yozib bek charchab ketbardi. Men dadamning badanini ulab qo'yay. Ha, to'g'ri. Men opamni ulab qo'yma. Ha, opamni bir xush qilib deyman. Arslan? Aka. Ammadan tasammida avarchilik maqlima. Avar qilib qo'ydik. Unda yaxshi. Ay, balam, nima ish qildin? Ey, aga ancha-muncha bir ko'ktat terib qo'yay dedim. Menga ozroq kulgujroq qo'yay dedim. Sizga o'xshash bir ichilib ketsin deyman-ku. Dadam men qilish kerakmi? Ya, balam. Siz qo'lingizni. Ya. Qo'lingizni to'qimang, balam. Voy, diqqat qiling, balam, tikan bor mana. Bek erkak to'sindan Ya. o'zingizni tutib qo'yay. Voy, rahmat, balam, rahmat. Apa? Kaslbekzodam. Qadamlar yetib qopdi-ku. Apa? Voy, siz menga yaxshi kiyimlarimizni yuvib turibsiz. Yuvib turaman. Bizni bek charchab ketibsiz-a siz. Ularni tutib qo'yaychi, apa. Bugun bek yaxshi olib ketibsan-ku. Qanda bir ish bormi? Yo'q. Bir narsa olay deganmiding-ya? Yo'q. Amsa yana bir ish qilib qo'ydingmi ya? Yo'q. Voy, telefon. Kimga? Assalomu alaykum. Men. Ha? Qachon? Hozirmi? Bek yig'ramas-tu? Men hozir boray. Saniyal hozir boray. Ma'qul. Opa. Dadam sizni ishtik tasdiqchisi dedi, birey bo'lgansizlar. Ma'qul. Nega borganmi? Ishtik pul besaqqa ketdi. Voy, ma'qul. Nimancha jiddiydi, yo Allah, faqat o'pkisi yo'q. Mana. Voy, Saniya. Voy, ishtir. Allah, nimaga qilishirdiganda avt falokatga aldirganda. Voy, men bo'ldi, bunda jiddiylashtirib. Doktorga ko'rib keladimi? Men bo'ldi, bizning mijozimiz yo'qib qoldimi? Voy, mening mijozim bor. Bizning idoradagi mamtikamning onasi yurak kesib qo'zilib qolibdi ekan. Doktorga jiddiy bilimdiki hozir. Tövbe turishmamsa qanday oladi bir idora ishlaydigan odam tutsak biz. Menga geç bo'laman. Ma'qul, muzaffar turishdi. Allah'ım, apaldı menga bo'ldi. Balam, gulni ko'chirib turib qurib qoladi. Suqib qo'yinglar. Ma'qul dadam, ma'qul. Xo'sh. Acha. Shikili bilan yana suv tirasdi-ku. Shundigina. Ani kirib ketdi. Yana yaxshiroq planlarni to'yilib bo'lmoqda.
Bugün qilg'ashimizning hammasi so'g'chilar desa. Shu. Hey, omoq fikrlarim. Sizlar mushu gapni qilg'ililam 1 soat bo'ldi. Bir boshqa gap qilinglar. Gapni poskalsin deymi? Tekne. Qanday qilamiz? Voy, shu qanday qilamiz ukam? Qanday qilsak bilan? Ben amal topdim. Ma'amal olga. Ma'amalmi? Bo'p qolamdi nima? Ben kim o? Müştaq qilaylik. Aksa, qandoq? Üzümni kiyish kerak saychi. Yo'q, menim shu. Texnimmi? Arslan rasm yo'q. Sizdan o'qib sayjimi? Ben sana ufkansam. Shunda chiroylisiz bizlar. Bir nas kamg'o. Qo'rqlab o'tirib. Başımız bu, bakımın resmen şurada nimkamda oldu. Rost xat kamga xat. Lekin nima saqlab? Hey bunday yazaylik. Dada, apa biz sizlarni suyimiz deb yozamiz. Ha, bulga. Dada. Planımız Apa, amaldachidan bo'ldi. Biz sizlarni suyimiz. Biz bo'lma aka. Dada, apa biz sizlarni soyimiz. Buyma. Sen soyimiz deb yozsan go? Aldirak. Xata yozibsan. Akila qalamni. Qarama imlon xato yozibsa, soyimiz emas. Soyimiz ma o'ning. Belgisini qo'ymabsan. Aka. Biz dadımız bilan apamızı soyamdı. O'zingni soyilma. Ya bo'ldi, imzamizni qo'yaylik. Ha. Çabuk ol. Planımız ahirine. Dada kelasın var? Dada geldiniz mi? Oturalım ulan. Şu sizin saklap. Oy, bizi sakla. Yani. Allah, arameli versen anlamam tabi lan. Bir göğsüne koyacağım. Ma'qul. Ma balına hamma narsa chayib qo'yayotganman. Ha? Dada! Çay tokuldu ya. Ne oldu? Allah. Resim? Silahlı toy hatırlarga. Atam sizga resim tarasga. Sizga uchme. Toy xotirasi? Kaça? Bugun bizning to'y xotiramiz mi?